Bu hikoya hammani yig'latdi. 5 nafar qizi bor 73 yoshli ayol vafot etdi. Janoza vaqtida kichik kuyovning o'rtaga chiqib aytgan gaplari hammani hayratga soldi. Uni aytishicha, onaxon unga tunda telefon qilib, "Bolam, kechasi bezovta qilganim uchun kechiring. Bir so'zim bor edi. Balki bu so'nggi qo'ng'irog'im bo'lar. Ertaga uyimga kelinglar. Yostig'im ostida sizga bir omonat qoldiraman." Kechasi o'sha qo'ng'iroqdan so'ng onaxon omonatni topshirdilar. Janozaga qarindosh urug', qo'shnilar va mahalla ahli yig'ildi. Kichik kuyov esa onaxon aytganidek bolish ostiga qarab bir konvertda qog'oz topdi. U vasiyat xati edi. Unda shunday so'zlar bitilgandi: "Alloh menga 5 qiz berdi, o'g'il bermadi. Ularni qornimda ko'tardim, tug'dim, emizdim, o'stirdim, o'qitdim va o'z egalariga topshirdim. Bugun oyoqlarimda kuch qolmadi. Ammo shu 5 ta qizlarimdan birortasi menga mehr bera olmadi. Bugun qarilikdan tanam xasta bo'lsa, mehrsizlikdan qalbim xasta. Bilaman, hozir hamma farzandlarim o'limimni kutishyapti. O'lsam, shu uy-joy ham tarash bo'ladi. Birgina siz qizimdan yashirib bo'lsa ham menga bozorliklar qilib tashlab ketdingiz. Qo'limga pul berdingiz, dorilarimni olib berdingiz. Erki o'g'lim, Alloh bergan ne'matim. Sizdan mingdan ming roziman. Men bu dunyoda 5 qiz ko'rib, bir marta bo'lsa ham farzand mehrini ulardan his qilmadim. Sizdan his qildim. Shuning uchun ham bu xatni qizimga emas, sizga qoldiryapman. Iltimos, bu xatni janozamda o'qib bering. Mening hayotim odamlarga ibrat bo'lsin. Bolalarni boqaman deb tarbiyalarga vaqt ajratmay, menga o'xshab oxirida xor bo'lmasinlar. Uyni bo'lsa sizga vasiyat qilaman. Uni soting va tushgan mablag'larni yetimlarga va tolibi ilmlarga bering. Afsus, ortimdan duo qiladigan farzandlar qoldira olmadim. Inshaalloh shu tolibi ilmlar sabab Alloh meni jannati bilan siylaydi. Mendan rozi bo'ling." Voqeani eshitganlar dod deb yig'ladi. Qattiq ta'sirlandilar. Ayrimlar qizlariga achinishgan bo'lsa, yana kimlardir o'zlarini qilmishlarini sarhisob qilib yig'ladilar. Ona bola tuqqani uchun emas, tug'ib 9 oy qornida ko'tarib, har bir nafasini farzandiga bag'ishlagani uchun ulug'dir. U o'z hayotini bolasi uchun fido qilgan yagona insondir.